Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bu Hyundai mototsikllarimiz 1 tonna 1,5 tonnaga воздушный охлаждение 200 lik motori, qayni rang, ko'k rangda, qayni rangda hamda qizil rangda. Bularning narxi $1900, 23 million so'm. Suvlisi 24 million 200 ming so'm bo'ladi. Hamma turidan bor. Bu modelimiz 250 taxt polvon ko'tarmaydigani. 2 tonnalik. Bunun narxi $2300, 28 million atrofida. Zadniy motlari baquvvat, polvonlar baquvvat, 2 tonnaligi. Qo'shimcha amortizator. Bunimiz 250 ta xuddi shuni ko'taradigani, chapqa qiladigani. Yurib turibdi mana. Silindir ko'taradigan. Hozir tushirib ko'rsatamiz. Tushish jarayoni, tushirish. 2 tonna yukni ko'taradi. Bemalol. Mana ko'tarish. Hozir mala gazda, shuni sekin ko'taryapmiz. Gaz bersangiz, yanada tezlashtirib ko'tarib yuboradi. Üç basqıchli silindr, 4 basqıchli silindr mana. Bu asosiy. 1,5 tonna, 2 tonna yukni ko'tarish imkoniyatiga bog'liq narsa. Bu yonidagimiz qo'sh balon 2,5 tonnalik. Nasıl qo'sh balon 2,5 tonnalik. Buni kuzov razmeri 1,5 ga 2,20, ko'taradiganimiz 1,40 ga 2,20, 10 cm enli bu. Qo'sh baloni bo'lgani uchun. Bu qirchiqchamiz 500-800 kilolik. Shu modelimiz tayyor. Bunlar 18 million so'm. Bu modelimiz ham kabinali, ham ko'taradigan Nestar. 200 lik motor, qo'sh balonlisi, 2 tonnagacha moslashgan yuk ko'tarish hajmiga ega. Ham kabinasi bor. Narxi 31,5 million so'm. Пониженный скорости bor. Oddiy variantimiz boyagi 23 million so'mliklarimiz bular. Воздушное охлаждение bilan чисто original Lifan motor. Kuzov razmeri 1,35 ga 2 metr. 1 tonnadan 1,5 tonnagacha yuk olish qobiliyatiga ega mototsikllarimiz. Nestarimiz Bespanijni 21 million so'mga chiqadi. 1 tonna 200 kilolik. Воздушное охлаждение. Bespanijni. Panijni qo'ysa ham bo'ladi, qo'ymasa ham bo'ladi. Qo'yish juda oson. Bir tonna 200 kilolik, 1,5 tonnalik shu modellarimiz. Ushbu modellarimizdan kerak bo'lsa, pastdagi telefon orqali murojaat qilaverasizlar. Naqd pul asosidagi narxlarini aytdim. Agar kredit asosida biroz qimmat bo'ladi. Kreditga ham chiqazib beramiz, muddatli qarzga ham beramiz. Hammasini variantga ham qilib berishimiz mumkin. Qarang, mana bu holatda ham akkumulyatorsiz ham akkumulyator kuchiga ishlayveradi, tushiraveradi mana qarang. Uni uncha ko'p tavsiya qilmayman. Mana tushiryapti. Tushirdi. Va ko'tardi. Ko'tarish jarayonini ham akkumulyatorda motor yurgan holatda
ishlatsangiz yaxshi bo'ladi. Bunday qilib bo'lsa, akkumulyatorni o'tkazib qo'yish ehtimoli bor. Ko'p aniq bo'lsa, mana akkumulyatordan ko'tarish jarayoni. Motorni yurgizib qo'yib ishlatsa yaxshi bo'ladi. Motorni yurgizib qo'yib xalosday qoladi. Akkumulyatordan tok bilan ko'taradi. Tok borib yog'da haydaydi, yog' silindrni ishga harakatga keltiradi. Kalit qo'shilmagan holatda ham mana tushirib ko'taraveradi. Mana akkumulyatorga ulangan. Tushirishlarga bo'ladi akkumulyatorga, lekin yuk ko'tarishda motorni yurgizib tavsiya qilaman. Motorni yurgizib qo'yib, biroz gaz berib tursa, chaqqon, qulay yukni chapqa qilib beradi. Xunji modellarning hamma turidan bor bizda, suvli, suvsiz, razmerlari 2 metrlik, 220, motori 200 lik va 250 lik suvli va suvsiz variantlaridan bor. Hamma variantlardan beramiz. Kim murojaat qilsangiz, rangini tanlash sizlardan. Xohlagan rangingizni xohlagandek qilib beramiz. Bularni ham chapqa qiladigan, ko'taradigan uстановкасini o'rnatsa bo'ladi, qo'shimcha jihozlar qo'ysa bo'ladi. Ularga ham chapqa qilsa qo'yadigan variantlar bor. Kimga qanday zakaz qilsangiz, uni ham o'rnatib beraveramiz silindrlarni. 200 likka ham, 250 likka ham.